Assalomu alaykum hammaga. Bugun navbatdagi testimizni, ya'ni misollarimizni yechimini ko'rib chiqamiz. Xo'p, biz birinchi qismini yechimini qilgandik. Birinchi qism bo'lganda. Xo'p, birinchi qismni qisman bo'lsa ham tushuntirishga harakat qildim. Endi ikkinchi qismda bizda ikkinchi qism grafiklar qismi ekan. Grafik ekan. Grafiklar. Xo'p, grafiklarni shuncha qadriyat matematika kanalimga tashlab qo'yganman. Bemalol o'tib olishlaringiz mumkin. Endi bizda 3-qism, demak, ko'rsatkichli tenglama va tengsizliklar ekan. Shuni qo'ldan kelgancha ishlaymiz ketdik. Birinchisi bizda 3 darajasi x ekan, plus 3 darajasi x plus 2 bizda katta yoki teng 90 ekan. Xo'p, e'tibor beramiz. Bizda a ning n plus m'si nimaga teng edi? A ning n'si ko'paytirilgan a ning m'siga teng edi. Mana bu narsa xuddi shu holatda turibdi, yozamiz. 3 ning x-si plus 3 ning x-si ko'paytirilgan 3 kvadrat katta yoki teng 90. Endi qaranglar, 3 darajasi x ni men bitta a degan o'zgaruvchi qilib olaman. A degan o'zgaruvchi qilsa nima bo'ladi? A plus 3 ni kvadrat 9 ta a katta yoki teng bizda nima edi? 90. 10 ta a imiz katta yoki teng 90. A bizda nima edi? Katta yoki teng 9. Endi a katta yoki teng 9 bo'lsa, 3 darajasi x qachon 9 ga teng? Bu shu kvadrat desak, x teng 2 deb yozaman. Bu yerda a x deyli, x katta yoki teng nima edi? 2 ekan. Endi chizsak bizda 2 ni belgilaymiz. Mana 2 bu yerda bu tomonga qarab ketdi. Bizga 2 kiradi, shuning uchun javobimiz 2 dan cheksizgacha. Bizda bu umumiy javob. Keyingisi bizda ikkinchisi. Qaranglar, bu ham shu holat yozamiz. 5 darajasi x plus 5 darajasi x birdan yozib ketamiz. 5 ning kvadrati deb yozamiz. Deb kichik yoki tengida bizda 130. Yana o'sha holat 5 darajasi x ni a deb oldim. Siz xohlasangiz t deb olishlaringiz ham mumkin, bemalol. Bizda bo'ladi 5 ta a plus 25 ta a kichik yoki teng 130 bo'ladi. Undan 26 ta a kichik yoki teng 130 chiqadi. A kichik yoki teng 5 chiqadi. Endi 5 darajasi x bizda qachon 5 ga teng? Bunda x faqatgina 1 bo'lgan holat. Yozamiz, x kichik yoki teng 1. Oraliq chizsak, mana bu 1 ni belgilaymiz. Hop, 1 dan kichik joy bitamiz. Demak, umumiy javobimiz javob minus cheksizdan 1 gacha. Hop, ikkinchisi bo'ldi, uchinchisi ham bir xil. Hop, to'rtinchisini ko'ramiz. To'rtinchisida nima qilamiz? 4 darajasi 2x minus 1 bizga kichik 4 darajasi 2x minus 1 hop, bizga kichik ekan. Va 2 darajasi x plus 4 ta. Qaranglar. Bizga 4 degani 2 ning kvadrati yozaman. 2 darajasi 2x minus 1 kichik 2 darajasi x plus 4 ta. Asosda bir xil tashlayib yuboramiz. 2 ko'paytirilgan 2x minus 1 bizga teng kichik x plus 4 ta. Qo'shib chiqamiz, 4x minus 2 kichik x plus 4 ta. O'tkazib yuborsak, x ni yoqqa olib kelsak 3x bo'ladi. 2 ni tarafga o'tkazsak 6 bo'ladi. X kichik 2 dan. Endi ishlaymiz. Hop, chizsak bizda 2 kichik joy bu tomonga qarab ketadi. Demak, bizga javob nima bo'ladi? Minus cheksizdan 2 gacha. 2 bizga kirmaydi. E'tibor bering, 2 kirmaydi. Nimaga? Chunki tenglik sharti yo'q. Xo'p, 5-inchisi ham shunga o'xshaydi. 6-inchisi. 6-inchisi o'rgataman.
Qaranglar. 3 darajasi 2x. Xo'p, -8 ko'paytirilgan 3 darajasi x -9 teng 0. Qaranglar. 3 darajasi x ni men a desam, 3 darajasi 2x nima degani? 3 darajasi x ko'paytirilgan 3 darajasi x degan. Bu a ko'paytirilgan a degan. Bu a kvadrat bo'ladi. Yozaman. A kvadrat -8 da -9 teng 0. Yozamiz. A -9 a + 1 teng 0. Bundan nima chiqadi? A teng 9 chiqadi. A teng -1 chiqadi. Endi tenglaymiz. Qaranglar. 3 darajasi x ni 9 ga tenglasak nima bo'ladi? 3 ning kvadrati bo'ladi. X bundan 2 chiqadi. 3 darajasi x mana -1 ga teng bo'ladimi? Bu mumkin emas. Shuning uchun bu bo'sh to'plam. Bizda faqat to'g'ri javob 2. Bizda to'g'ri javob 2. Bundagi javobimiz -8dan -2 gacha edi. Davom etamiz. 4 darajasi x, 4 darajasi x ekan, mayli 9 darajasi x yozamiz. 7-chi. 9 darajasi x -6 ko'paytirilgan 3 darajasi x 27 ga. O'sha qoida 3 darajasi x ni a desak, 9 darajasi x bizda nima bo'ladi? A kvadrat bo'ladi. Yozaman. A kvadrat -6 ta a -27 teng 0. Bu bizga 9 bilan 3. A -9 a + 3 teng 0. Bundan tenglaymiz. 9 3 darajasi x bizda nimaga teng? 9 ga teng. Bundan 2 chiqadi. Keyingisi 9 darajasi 3 darajasi x yana -3 ga teng. Bunday holat mumkin emas. Bu bo'sh to'plam. Demak, javob 2. Xo'p. Keyingisi yana ko'rsatib beray. Xo'p, 9 ko'ramiz. 25 darajasi x -6 ko'paygan 5 darajasi x +5 teng 0. Nima qilamiz? 5 darajasi x ni t desak, 25 darajasi x bizda nima bo'ladi? T kvadrat bo'ladi. Yozamiz. T kvadrat -6 ta t +5 teng 0. Ikkita son aytinglar. Yig'indisi 5, yig'indisi 6 bo'lsa, ko'paytmasi 5. Bu o'z-o'zidan 5 bilan 1. T -1 teng 0. Tenglaymiz. 5 darajasi x mana bir marta 5 ga teng. Mana nima chiqadi? X teng 1 chiqadi. 5 darajasi x bizda nimaga teng? 1 ga teng. Bu nima degani? X 0 degani. Ya'ni har qanday sonning 0-darajasi bu bizda 1 ga teng bo'ladi. Bizga ikkita javob chiqdi. 1 0. Xo'p. 1 0 chiqdi. Davom etamiz. Oxirgisini ko'rsatib beraman. 10-chi. Shu bilan xo'p, 4 darajasi x + 2 ko'paygan 2 darajasi x teng 8 ga nima qilamiz? 2 darajasi x a bo'lsa, 4 darajasi x bizga a kvadrat bo'ladi. Hop, a kvadrat + 2ta -8 teng 0. Demak, ildizlari 4 bilan a + 4 a -2 teng 0. Xo'p, bundan a teng -4, a teng 2 chiqadi. Boshlari 2 darajasi x bizga -4 ga teng. Yo'q, bu bo'sh to'plam. Ikkinchisi 2 darajasi x teng 2 ga. Bundan nima chiqadi? Faqat yana x teng 1 degan javob chiqadi. Bu bizga umumiy yechim bo'ladi. Xo'p. Demak, o'ntasini ko'rib qo'ydik. Keyingi videolarimizda 4-qismni 1dan 10gacha bo'lgan joyini ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmanglar. Qadriyat matematika. Xo'p, qog'oz variantini kanalimizdan olishlaringiz mumkin bemalol.